Kahvesemizde çay gibi. Kontrolden oynadığı ana hiç hoşlandı. Давай туда! Bana önce ikinci, dördüncü round başlandı. İki marta vurdum. Durmadı boy tigirdak yıkıldım. Bunda hop qarasam anchadan beri Free Fire haqida video chiqarmagan ekanman. Qilsa o'sha Freeze 20dan oshib ketdi, haddicha hammalarga. O'sha Freeze 20dan oshib ketdi, hammalarga rahmat. O'tgan Kamput qishlog'idagi Minecraft videoimga tez 15 ta like emas, mayli 10 ta like bersalar ham chiqaraveraman. Tez qilishinglar. Boy round time. Oş. İyi. Hiç yok. Üçle. Kuramız. Bu round kim oynadı? Bu round kim oynadı? Hop. En yine ping boyu internet çıktı. Ücümene ahır round. İlk en dostlar bu tem normal oynaganman. Yumpi olishi ham birinchi raundda. Yumpida qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'ygan. Ko'rib tomosha qilib baho beraman. Вижу врага. Aşırı içimi kaldı oturmak yapacağım. Keresiz gelen headshot. Bana invite kanunu silin kosu. Hop mana raqiblarimiz. Bunaqa but bo'lganlar yaxshi normalli. Ikkinchi o'rinda yana kiyimidan ham, setidan ham mashhur. Bu şerigini ikiga bir yutib degan umidda edim lekin
Sajam xudo'shashda oz qolasiz. Asabim buzgancha. Nima qilay? Hech kim o'ynama. Bu o'zi. Sajam qo'llar. Shu yomon asam chiqishi kerak. Bu do'stim ayam bilan yumpitaladi. Bu tizajam bo'lib ketgan. Нужны пушки. Mana shayton kelgan o'rniga va sizlar bilan joyim. Endi sizlar bilan joyim keyingi videoda ko'rishmak uchun do'stlar. Ko'proq qanaqa video chiqarishlar haqida, ma'lumot haqida kommentariy yozaveringlar. Mana shu videoga 10 ta like bosib qo'yinglar. 10 ta like bo'lsa zo'r bo'ladi. Lekin o'tgan video 10 ta 15 ta like chiqadi o'sha Minecraft yana. O'sha 13 chiqishda yana video chiqdi. Va hammaga rahmat. Yana 100 ta uchun 120 ta oshib ketdi уже. Aktiv zo'r sizlar bilan joyim keyingi videoda ko'rishguncha aylan yozib qo'yinglar kommentariyada. Birga bir o'ynamoqchi bo'lsanglar ham sizlar bilan endi joyim bo'ldi. Xayr, ko'p yetordim.